Assalomu alaykum do'stlar. Mana bu rasmdagi odamni ko'ryapsizlar. Bu odam Karimov degan diktator. Bu Karimov diktator O'zbekistonni 1989 2016-yilda 27 yilda boshqargan bir diktator. Bu O'zbekistonni butunlay inqirozga uchratgan davlatni biz mana bir meros demak guruhi o'laroq Abduvali Qorini 1995-yilda bu diktator va mana bu hamkori bilan bu Rustam Inoyatov MXX'ning eski sobiq rahbari bu demak yo'q qilgan edi. Abduvali Qorini mana shu ikkalasi yo'q qilgan va ularni demak biz talab qilyapmiz hozir Mirziyoyev hukumatidan. Demak bizga topib bering, nima bo'lgan Abduvali Qoriga deb mana shu diktator Karimov bilan uning MXX raisi Rustam Inoyatov buni qilgan. Shuning uchun biz ularning rasmini ko'rsatib, odamlarimizga bu haqiqatni aytib, ayni paytda ularning rasmlarini oyoqlarimiz oltiga olib, ularni to'xtab va ayni paytda biz ularning rasmlarini yoqib yuborishga qaror qilganmiz. Hozir yoqib yuboramiz. Rasmlarni bu zolimlarning mana shuzlar ko'rasizlar. Mana yonayapti diktator Karimovning rasmi. Ko'ryapsizlar, yoqib yuboryapmiz buni. Va Rustam Inoyatovni ham yoqib yuboramiz. Bu uning hamkori bo'lgan. Uning demak MXX'ning sobiq raisi bo'lgan, ana Karimov yonib ketdi bu yerda. Bu yerda Rustam Inoyatov ham yonmoqda. Buni bilingizlar. Din diktatorlarni agar xalqqa to'g'ri siyosat qilmasa, bularni demak oyoq ostiga olib to'xtab, bularni yoqib yuborishimiz kerak. Mana ko'rdilaringiz.